Alloh haq bilan botilni mana shunday misol bilan bayon qilur. Endi u ko'pik chiqindi o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketur, odamlarga foydali bo'lgan narsa esa yer yuzida qolur. Alloh misollarni mana shunday bayon qilur. Ra'd surasi 17-oyat. Mana yosh kattalarimiz aytsin, birodarlar, Sovet hukumatı mana avvalgi davrlarda dinni yo'q qilishga zo'r bergan. Dinimizga qo'shimchalar qo'shilgan davr bo'lgan Sovet davri. Ana shu vaqtlarda odamlarning diniy bilimlari oz, diniy bilim o'rganishlikka imkoniyat deyarli yo'q. Odamlar mana shu bir ilmlardan uzoq. Natijada avom xalq aksariyat dindan bexabar bo'lgan. Albatta ular kalima keltirgan musulmon edi, ammo ilmsiz edilar. U zamonlarda islomni yomon ko'rsatish uchun bid'atlarga katta yo'l ochilgan edi. Masalan, yaqinidan ayrilgan oila uchun shu musibat yetmay turgandek ma'rakalar 3, 7, 20, 40 yili va hokazolar qilish majburiy edi. 40 kungacha eshik ochiq turish kerak, 40 kungacha ana shu mayitda egalari eshikda o'tirish kerak, soch soqolini olmaslik kerak. Eid bayram kunlari azaxonlik, xursandchilik o'rniga hamma qabristonga borgan yig'i, motam. Otasi o'lgan oila bo'lsa, sag'ir bolalari bor bo'lsa ham, albatta falon hayvonni so'yish kerak, ehson qilish kerak. Mana shu ishlar din deb ko'rsatilgan. Ya'ni bu ishlarga dinga bir narsani qo'shish deyiladi. Birodarlar, dinga qo'shimcha qo'shish bid'at. U zamonlarda dinimizni buzish uchun unga qo'shilgan. Din yomon narsa ekan, odamni mashaqqatga soladigan narsa ekan, qiyinchilik ekan degan tushuncha odamlarga singdirishlik kampaniyasi yurgandik.